Assalamualaikum, hurmatli Muqat Qarajmat kanal kaptalchilari. Bugungi kunga 4-yanvar 2023-yilgi valyutalarni kurslarni tanishtiramiz. Bitta biz hozir kompaniya bank ishlatayotgan, shol yerdan ma'lumot olib beramiz. Bizdan olsa like bosib, kommentar yozib qo'yinglar. Hurmatli tuganlar, qanchalik qo'yapti ekan bugun ko'ramiz. Bizdan olsa like bosib, kommentar yozib qo'yinglar, hurmatli tuganlar. Hurmatli tuganlar, qarangizlar, 85 so'm 50 85 so'm dollar, 91 so'm euro. 117 tiyin ekan, hurmatli tuganlar. Rubl sal ko'tarilib qolibdi tuganlar. Qarangizlar, kompaniya bankda. Hurmatli tuganlar, mana Do'stlik bankam ishlatib ekan, qarangizlar. 85 so'm 40 tiyin dollar, 90 so'm 60 euro, 1 so'm 70 rubl ekan, hurmatli tuganlar. Bu yerda dile rubl shunday ekan. Qarangizlar tuganlar. Hurmatli tuganlar, biz hozir Kapital Bank'a geldik. Kapital Bank'ta 85 so'm 73 tiyin dollar, 91 so'm euro, 1 so'm 15 tiyin rubl ekan, hurmatli tuganlar. Hozir 1 so'm 1000 rublin 1150 so'm pul bo'lar ekan, hurmatli tuganlar. Qarangizlar. Hozir shundan oyoqdayız, sog' salomatda bo'lingizlar. Hurmatli tuganlar, bugun Qirg'izistonda No'g'at shahridan 3 ta bank ishlaydi ekan. Shol yerdan ma'lumot olib berdik. Kompaniya bank, Do'stlikdan Kapital Bank ishlayotadi. No'g'atda kelib almashib kelsangiz bo'ladi ekan, hurmatli tuganlar. Qarangizlar. No'g'at shahrida bugun qor javob odam soni bo'lib turadi. Baringizlar, iyilik ishingizlarga ko'rishlar. Tinch bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Assalomu alaykum. Rahmatullohi va barakatuh demoqchimiz. Tinch bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Ko'rishlar, sog' salomatda bo'lingizlar.